Assalomu alaykum. Bugungi darsda biz GitHubga o'zimizning loyihamizni qanday qilib push qilishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi loyihamizni ochib olamiz. Men PyCharmda qilgan bitta loyihamni yuklamoqchiman. Xo'p. Biroq internetga kirib ketdi. Windows search. PyCharm. Mana buni git bash orqali amalga oshirsa ham bo'ladi, lekin men PyCharm orqali amalga oshirmoqchiman. Buni topib olish qiyin emas, terminal orqali amalga oshiramiz. Xo'p. Birinchi navbatda siz qaysi loyihani push qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha loyihani ichiga kirib olishingiz kerak. Men PyCharmni ochgan projektim ichida, men hozir o'sha loyihani ichida turibman. Yesterday ichida ovoz va tasvirlarni degan loyihani ichida turibman. Mana bu loyihaning nomi. Men o'shani GitHubga push qilmoqchiman. Xo'p. Buning uchun birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Aslida GitHubda birinchi navbatda repozitoriy yaratib olishimiz kerak. O'sha repozitoriy orqali bog'laymiz va repozitoriygacha bo'lgan jarayonlarni hozir amalga oshiramiz. Keyinchalik repozitoriyni bog'lashda GitHubdan repozitoriy yaratamiz. Xo'sh, birinchi navbatda biz loyihamiz ichiga kirib olganmiz va bu yerga gitni sozlaymiz. Birinchi navbatda git init komandasi. Xo'p, ishladi. Endi commitni amalga oshirishimiz kerak. Buning uchun git add komandasi qo'yiladi birinchi. Warning oddiy ogohlantirish, hech qanday xatolik yo'q. Endi commitni amalga oshiramiz. Git commit -m birinchi commitni amalga oshirishimiz commit kerak, shunday yozib qo'yamiz. Va har birini modulini yaratdi. Ya'ni GitHubga yuborish uchun tayyor har biri. Endi esa biz GitHubga repozitoriy yaratib unga bog'lashimiz kerak. Buning uchun birinchi navbatda GitHub profilimizga kirib olamiz. Keling shu yerdan amalga oshiramiz. Xo'p. GitHub bu mening profilim. Hozir repozitorlarimizni ko'ramiz. Create new repository. Repozitoriy nomini loyihamiz nomiga moslab qo'yamiz. Keling, birinchi harfni bosh harfda belgilaymiz. Readme file hozircha shart emas, description ham shart emas. Create repository. Hozir repository yaratish jarayonidamiz. Mana repozitoriyamiz yaratildi. Biz buni HTTPS kodini olamiz. Ya'ni shuni repozitoriy URL hisoblanadi. Va bu orqali biz repozitoriyni bog'laymiz. Git remote add origin va repozitoriy URL beriladi. Xo'sh, endi buni push qilish uchun birinchi main branchda o'tib olamiz. Branch main va biz buni pushni amalga oshiramiz. Git push main. Hop, biz amalga oshirdik. Va bu push qilish jarayonida loyihamiz ozgina kattaroq bo'lgani uchun, fayllar ko'proq bo'lgani uchun push qilish ozgina vaqt olyapti. Ya'ni writing objects modulida.
Saytning push bo'lish jarayonini to'xtatib qolamiz va push bo'lgandan keyin yana videoni davom ettiramiz. Mana push jarayoni tugadi. Endi buni GitHubda tekshirib ko'ramiz. Repozitorlarimizga ko'ramiz. Hop, OSO loyihalar Pythonda yozilgan ekan, hammasi update now. Mana har bir fayl yuklangan. Initial comment 4 minutes ago. Agar biror bir kishi o'zini kompyuterda meni GitHub'dan kimdandir GitHub'dan biror bir loyihani ishga tushirmoqchi bo'lsa, xuddi mana shu HTTP kodini olib o'ziga Git clone qilib ishlatib olish mumkin. Shu bilan darsimiz tugadi.